Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa cheksiz maqtovlar bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salom jana salotlar bo'lsin. Bugungi bayonimiz al-muhafazatu ala sunna. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnat amallarına beken bo'lu turasında. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Hashr surasining 7-oyatida aytadi: "Va ma atakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu." Sizlarga elchi, Allohning elchisi emdan olib kelgan bo'lsa, uni alg'ila, jana emdan qaytargan bo'lsa, o'shandan qaytarg'ila deydi Alloh taolo. Va qala ta'ala: "Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam turali Alloh taolo aytadi: Payg'ambar hech qachon o'zining o'yinan, o'zining havo nafsidan suylarigan emas. Suylasadagi bir g'ana Allah taraftan kelgan vahiyni g'ana suylagan deb aytadi. Boshqa bir oyatda Alloh taolo aytadi: "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni." Agarda sizlar Allohni suysanglar, anda meni erchiglar deb aytingiz deydi. Yuhibbukumulloh va yaghfir lakum zunubakum. Alloh dag'i sizlarni yaxshi ko'radi, jana sizlarning gunohlarni kechiradi deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarına keladigan bo'lsak, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdi: "Da'uni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu su'alihim." Hadisning mazmuni bundaycha: ko'p so'rov beruvdan saqtan qila deydi. Sababi sizlarga cheyinki qavmning halak bo'lishligining, jo'q bo'lishligining sababi ularning so'rovsi ko'pligidan. Va ixtilafuhum ala anbiyaihim. Alloh o'zaro payg'ambarlar to'g'risida talash tortishuvsi. Fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu. O'shandan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Qachon men sizlarni bir narsadan qaytarsam, ondan saqtan qila" deydi. Va idza amartukum bi shay'in, qachon bir narsaga hukm bersam, fa'tu minhu mastata'tum, kuchingiz yetgancha o'shani qilg'ila deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam emne narsalarga hukm bergan bo'lsa, o'sha narsalarni biz o'rganishimiz kerak. Yana sirat yashosini. Allardan biri kechadagi bir qisqacha aytib o'tib ketdik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jashoda har bir tarmoqda o'rgatib ketgan narsalar bor. Tamoqtanuda, jeb ichganda, namozda, ko'chada yurganda, qo'noq kutganda, o'shalar barliq yerlarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlarini aytib ketgan. Misol aytadigan bo'lsak, tamoq turali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunday degan: Salama bin Amr ibn al-Aqwa degan sahaba bu aytadi: "Anna rajulan akala inda Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam bi shimalihi." Payg'ambarimizning oldinda bir odam sol qo'li bilan tamoq yeyotdilar deydi. Sol qo'li bilan. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Kul bi yaminik." O'ng qo'ling bilan je dedi. Qala la astati'u. Adam aytdi: "Men o'ng qo'l bilan je olmayman" dedi. Ya'ni keyir odamlarda bor-ku, misol tug'ilgandan boshlab sol qo'l bo'lib qolgan. O'ng qo'li bor bo'lsa ham yo'q emas, ishtaydi. Biroq boyagi jazuda ko'pincha bu odam ne o'qigan? Sol qo'l bo'lib qolganda. Odat bo'lib qolgan. Bu odam aytdi: "Men al narsa kuchim yetmaydi" dedi. "Men o'ng qo'l bilan jeyinga kuchim yetmaydi" dedi. Payg'ambar aytdi: "Lastata'ta, kuching yetmay qolsin" dedi seni. Kuching yetmay qolsin dedi. "Ma mana'ahu illa al-kibr." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning aytgan so'zini qabul qilmadi, bir g'ana sebab kibirdan sebebidan ekanda. Kibirdan sebebidan payg'ambarimizdan nesin qabul qilmay qo'ydi sunishini. Anam ne yo'ldasa, fama rafa'aha ila fihi, o'shandan keyin Allohdan o'zini qo'lini olib olmay qoldi deydi o'shandan keyin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosi tegdi bu odamga. Daha bir sünnet payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatlaridan biri namozda saptarni tuzdi o'tirasida. Buna sap turamiz hurmatli jamoat, misol namozga Qur'onda jumada, ayitda bo'lsin, janozada bo'lsin, besh mahal namozda bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ne degan? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allohu bayna wujuhikum. Je sizlar savungarni tuz qilasizlar, je Alloh taolo yuragingizni qarama-qarshi qilib qo'yadi dedi-da. Ya'ni jamoatning o'yi bir bo'lishligi, yuragi bir bo'lishligi, o'rtada urush talashdan, chirchatoqdan jo'q qilishning dag'i bir sababi bu odamlar safda turganda tuz turishi kerak ekanda. Agarda bir odam bir qarich oldida, bir odam bir qarich orqada, bunday jilon bo'lib turadigan bo'lsa saf namozda, anda jamoatning fikr kelishmasligi paydo bo'layotganda keyin borib-chi. Ikki odam, uchinchi odam jamon ko'radi, jamoatda intimoq yo'q, jamoatda beraka yo'q, urush talashgan, birov-birini g'iybat qilayotgan, cho'ng kishidan urushayotgan
Qısqасы jamoat bitiranda bo'lib chachrab ketayotgan. Nega? Saptar qiyshiq bo'lganlikdan-chi. Oşol jamoatni intimoqqa olib kelish uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sunnatni aytdi. Ne dedi? Sapni tuz qilg'ila dedi. Sapni ham jamoat qanday tuz qiladi shunda aytib qo'yaylik inshaalloh qisqacha. Sapni tomonga qarab tuz qilamiz. Mo sapning oxirgi chegi bo'lsa, mo tomon bo'lsa bu yog'i. Tomonni 40 ga qo'yingizдағы, bu yog'i ketaveradi. Biro'niki 39 bo'lsa, biro'niki 45 chiqadi razmeri turadi. Hem oldiga qarab o'lchay turgan bo'lsa, unda bu yog'i qiyshiq bo'lib qoladi. Sap tomonga qarab tegizeletganda. Oşonduqtan sapqa turganda oң жағыңызды жана сол жағыңызды qarab qo'ying. Men jamoat менен el менен bir sapda turamı, же oldin bo'lib qoldimmi, же arqa bo'lib qoldimmi debchi. Oşonduqtan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qomat aytilgandan keyin bir qator bunday sapqa qarab qo'yadilar-da. Biro'ning to'shishini ochib qoldi, palonchi kirgiz dedi orqaga dedi. Sen kishini orqaroqqa kir dedi-da. Oşonda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatning boshini biriktirib, o'rtada dushmanchilik jo'g'otuning bir sebebini amalini aytdi. Alдағы namazda turganda saptarda tuzdi ekanda jamoat. Дағы boshqa bir hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi. Bu tamoq turasida أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة رواه مسلم. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tamoq yegandan keyin qo'lni jana tovoqni jalog'i hukm berib aytdi. Sizlar bilbaysizlar bu tamoqning qaysi yerinde baraka bor ekan degan. Baraka sizning birinchi olgan luqmangizda, siz algan eng oxirgi luqmada, je bo'lsam eng oxirgi jalagan tomog'ingizda bo'lishi mumkin ekanda. O'shandoqdan tamoq yeganda, misol ko'nchi osh yeyibizda, qo'yiq tamoqlarni qo'l bilan yegan bu sunnatda, misol suyuq tamoqlarni qo'l bilan yegan sunnat. Qoshiq yo'q bo'lgan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonda, misol biroq qo'l bilan yegan bu sunnat ekanda. Qo'l bilan yeyishlik bu sunnat. Misol hozir urfda bizda eng ko'p yeyilayotgan o'tirgan tamoq ne bu? Osh ekanda. Oshni qo'lda yeymiz turib, bismillahda qo'lda yeymiz. O'shol yegandan keyin misol tovoqda qolmadi, qo'lingizda moy bo'lsa, o'shani darrov chachib qartib solmasa moydi. Birinchi o'zni bilan jalayotganimizda, ana jalaganda tug'anlar to'g'ri jalayotganimizda bunday pryamoy tiqmaymiz. Balkim jambashdan tortatganimizda, chupa-chup qo'shib solib olmaymiz ana. Balkim jambashdan tortamiz, shashlik tortamiz-ku. O'shanday qilib orqa oldin tozalab turib, undan keyin chachib qarsangiz bo'ladi. Jana o'shanda misol bir odam tovoqning oxirinda o'sha odam qolib qoldi, oxirgi qolgan odam tovoqni jalab, yaxshilab tozalab qo'ysin ekanda. Sababi baraka o'shol yerda bo'lishi mumkin deb payg'ambarimiz aytadi-da. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir sunnat amallari. Da'v qo'shimcha ayta turgan narsamiz: "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha." Tamoq yeganingizda qarangizlar. Qo'yi tamoqlar yeganda misol kartoshka tushib ketishi mumkin, bo'lsam et tushib ketishi mumkin qashig'ingizdanchi. O'shani olib yeyishlik qanday hukm shariat bo'yicha? Qaraladi. Agarda olib yegan narsangiz sizning o'zingizdan tushib ketsa, misol issiq kartoshkani solib oldingiz, o'z qaynab kuyib qoldi, siraz chiqardingizдағы, ani qayra solishlik makruh bo'lib sanaladi-da. Bu nega? Sebab sunnatni biz tashlab qo'ydik-da. Sunnat qaysilar? O'ta issiq tamoq jebo degan sunnat borlar-da. Biz issiq olib deb, issiq olib kelib o'zga solib gapirolmay qayra chiqarib, qayra 2-3 yo'l muzlatib anan solyapti. Bu makruh bo'lib sanaladi. Biroq olib kelyaptingizlar, biroq qo'l tiyib ketdi, tushib ketdi tamoq, et tushib ketdi. O'shol etni olib yeyishlik bu sunnat bo'lib sanaladi. Qaraysiz, agar et qumga buralib qolgan bo'lsa-la, dasturxonga tushgan bo'lsa, qayra olib yeyishlik bu sunnat. O'zga kirmagan bo'lsa-da, tushundingizmi? O'shol joyga qaysi bir narsalar tiyib qolgan bo'lsa, o'shani tozalab turib, bardiq jey turgan narsalar, birlar et tamoq emas, qandaydir bir jey turgan narsalar, non bo'lovi, qanday narsalar, o'sha qandaydir bir javush qolgan bo'lsa, cho'p-chap javush qoladi. O'shalar tozalab turib, qayra jeyib qo'yishdik. Bularga inshaalloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib ketgan sunnatga muvofiq bo'ladi ekanda. Sababi o'shol bo'ydan tashlab qiladi deydi. "Vala yadaha lish-shayton." Sizlar olib tushib ketgan tamoqni tashlab javoy qo'yim deb cheka o'chirib qo'yishdik, bu shaytonga tashlab qo'yganlik bo'ladi ekanda. O'shandoqdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi, shayton sizlar tamoq yeyotganda bo'sh o'tirib aytdi. "Inna shaytona yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahdurahu 'inda ta'amihi." Shayton odam bolasi emni amal qilsa o'sha yerda kelib turadi ekanda. Ana falonchi emni amal qilayotgan, bunday qarab turadi ekan. Tamoq yeyotsangiz tomog'ingizga da keladi ekan. Agar so'l qo'l bilan yesangiz, siz bilan bismillah deb o'sha olishda ola boshlaydi ekanda. So'l qo'l bilan.
Ошондуктан шайтанга уйлуш калтырбастан, колубуздан бир лукма түшүп кете турган болсо, аны тазалап туруп жеп коюштук керек экен. Шайтанга эч кандай уйлуш калтырбаш керек экенбиз да. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт амалдарын тирилтүү сиз менен бизге бул сооп амал болуп саналат. Дагы бир акыркы хадисибиз, пайгамбарыбыз айтат: майда таштарды колуңар менен атпагыла дейт. Же аны менен чымчык өлтүрө албайсың, же ал менен башка бир нерсени кыла албайсың дейт да. Болгон ал менен адамдын көзүнүн көр кылышы мүмкүн, же бирөөнүн тишин сындырышы мүмкүн дейт да. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып кеткен осуяттардын бири. Кандай атылат? Бул көрсөтүп беребейин, бургусам көрүнүп калат, билинип калат да. Ушундай кылып таш атылат да, майда таштар атылат. Баягы чозмодогу таш эмес, ал чозмодогу таш, ал чымчыкты өлтүрөт да. Андан кичинерээк, баягы нохаттай болгон таштар менен ойнобогула деп атат пайгамбарыбыз. Себеби ал адамдын көзүнүн көр кылып коюшу мүмкүн, же тишин сындырышы мүмкүн деп атат. Бул дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтып кеткен. Умар радıyallahu anhu'nun hadisi var. Aytat İbn Abbas İbn Abis'in Rabia degan sahaba aytat. Men Umar radıyallahu anhu'nu gördüm deydi. Yuqbalul hajara yani al-aswada. Mekke Mükerreme'de Kabe'de qara taşты öp жатқанын gördüm. Jana Umar radıyallahu anhu oşol taşты öp atıp aytıptır da: "İnni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u ve la tadurru." Men bilemin çındığında sen adamlarga bir payda dagı, bir ziyan dagı jetkire albaysın. Bolgonum sen bir taşsın. وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. Eğer de men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de seni öpbögönün körgönümde deyin. Yani Peygamber senin öpkön, men oşon üçün seni öpötam uşul sünnötü atkarışın. Eğer öpbögönde men dagı seni öpböyteleyim dep aytkanda Umar radıyallahu anh. Yani hazır günü adamlar al qara taşqa barış üçün uşunçalыk bir topolon bolup ketken, subhanallah. Ayal erkek aralaş bolup kaldı da bayağı жерdeçi. Anı övüştük bir mustahab sünnet amal ele, bırak adamlarga ziyan beriştik amal haram amal. Oşonu kılıp durup haram amal menen bul adam sünnet at haramında otat da. Ayal erkek aralaş, biri-birine zulüm bergen, biröөнү çıkanak biröge tiyip atat, biröөнү ihramın çeçilip atat narjakta. Öte kıyın da. Umraga barganlar körgen bolsoңуздар керек. Öte kıyınçılık da. Andan körü alıstan ele Bismillah Allahu Ekber dep ketkendik, bul sünnetke muvaffak bolat eken. Oşonuktan urmattуу jamaat, siz menen biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sünnetlerin tirilte turan bolsok, Allah Taala siz menen bizge 100 şahittin soğun beret eken da. Yani bir şahittin soğubu jannatga kirүүгө жетиштүү болот. Kalgan 99'u daraja bolup keteret eken da. Oşonuktan inşallah biz siz jaşoodо, jegende, içkende, uykudan turganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini үйрөнөйлү. Özübüz bilgende emes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıp ketkendey jaşasak, siz menen biz jannatga kirişimiz oңой bolot. Allah Taala da oşol amallardan razı bolot eken da. Amin. Subhaneke Allahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illen estağfiruk ve etûbü ileyk bi rahmetik.